Bismillah. Do'stlar, onamiz oldilariga omonatlaringizni olib keldik. Onamiz undan ham yana oldingi holatlaridan ham og'irlashib qolibdilar. Xudo yordam bersin, biz tezroq harakat qilishimiz kerak. Xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2000 dollar. Yaqinlarimiz bor edilar, ehson qilishdi. Mana yana birlari 100 dollar. Magazinimizga ham, do'konimizga ham yana birlari 100 dollar. Hop, 2200 dollar. 5 milyon. Bunisi 10 milyon. Kartalarimizga tushgan pullarimiz. 15 milyon. 20 milyon. 25 milyon. 30 milyon. 35 milyon. 36 milyon. 37 milyon. O bilan 38 milyon bo'ldimi? Xo'p, 38 milyon so'mda kartamizga tushgani, kartamizni ham qulflab qo'ydi. Bugun ochildi. 2 kunmi kun kartamiz shunaqa qulflanib holatda. Mana u 2200 dollar. Xo'p, shunda hozir 64,5 million pulimiz bo'pti. Lekin bu onamizga 220 million operatsiyalariga pul belgilashgan. Shunaqa deganmidingiz, onajon? 220 million dedingizmi? 225 million. Ha, 225 million aytilgan. Hozirda endi mana yig'ilgan mablag'imiz shu. Iltimos qilamiz yana. Shu onamiz holatlarini ko'rib turibsizlar. Qo'lingizdan kelmasa, iltimos bitta like bosish qo'lingizdan kelsin. Bir yaqinlarga bitta jo'natib, kommentariyada bitta duo qilib, yaxshilar juda ko'p ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana guvoh bo'lib turibmiz. Hozir bu otamizni ko'ryapsizlar. 80 yoshdan o'tganda qanaqa yig'ilib, shu farzandlarning haqqiga duo qilib, nima qilay haqqa bor deb turibdilar. Ey do'stlar, sizga bizga shu sinovni Alloh berishi mumkin edi. Shu sinovni bermabdiki, keling, imkoningiz qadar qo'lingizdan kelganicha ehsoningizni qiling. Yaqinlarga jo'natib, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda faol insonlar bor, bir qanchadan misol obunachilarimiz bor. Bitta storiya qilib beringlar, iltimos. Shu onamizni shu holatlarini ko'rib bitta storiya qilib bering. Va yana bir qancha insonlar storiya qilib, shu like bosib, kommentariyalarda duo qilib, Xudo rozi bo'lsin, to'xtaganlaringiz yo'q. Kelinglar, yana bitta harakat qilaylik. Tezroq bu onamizni shu Hindiston davlatiga jo'natsakda sog'ayib yaxshi bo'lib kelsalar. Buni juda ko'pchilik so'radi. Bu grija ekan. Bu grijani olib bo'lmas ekan hozir. Sababi jigarlarini jigar ko'chirish qilingandan keyin bu grijani to'g'rilasa bo'lar ekan. Shu uchun hozir biz birinchi Hindiston bilan hozir gaplashyapmiz, qog'ozlarni tashab berdik. To'g'risi bu onamiz oldlarida turib hozir. Qarang, bu onalari, bu esa dadalari. Ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, juda hozir ajoyib holatda turibmiz. Ey yaxshilar, keling, bitta like bosing, bitta duo qiling, kommentariyaga bitta yozing. Shu onamiz haqqilariga duo qiling. Imkon qadar yaqinlaringizga jo'nating. Bitta storiya nima bo'ladi? Bitta post qilib joylang. Lekin shu borada bir narsani yana aytamizki, kimda kim shu kartalarni o'zinikini alishtirib qo'yayotgan bo'lsa, biz aslida bunaqa demasdik. Xudo yaqinlaringizga bitta shu dardni bersin. Eng yaxshi ko'rgan odamingizga shu dardni bersin Xudo. Hech odatda bunaqa qilib gapirmas edim. Nimani ustida turgan bo'lsangiz, Xudo sizga shuni beradi. Nimani ustida turgan bo'lsangiz, nimani oqtarayotgan bo'lsa, Alloh taolo sizga shuni beradi. Ko'rmoni iflos, shu holatda turib shu onani haqqini yeyotgan iflos. Alloh taolo yaqinlaringga shunaqangiz dard berib sinasin. Ilohim, sen shuna pullarni yig'ib tuzalmaydigan dardga Xudo seni uchratsin. Chunki shu onani ustida biz harakat qilib yotibmiz. Sen iflos o'zingni kartangni qo'yib pul qilyapsan. Yaqinlaringga Xudo shunaqa dard bersin seni. Duo qilinglar shunaqa ifloslarni. Aslida biz bunaqa demagan edik. Hidoyat so'radik. Ey, necha marta, necha bora aytdik. Xudodan qo'rq, hayo qil. Xudodan qo'rq, hayo qil deb haqqingga duo qildik. To'xtamayapsan sen ifloslar. Allohning la'nati bo'lsin sen ifloslarga. Oxir majbur bo'ldik shu gapni aytishga. Qiynalib ketdingmi? Onani qara, nafas ola olmasdan yotibdilar. Qanaqa vijdonsiz insonsan? Qanaqa iflos insonsan sen? Alloh kifoya qilsin senga. Ahmadjonov, Azamjon chiqar shu kartalarimizni iltimos. Bo'shqa kartalarga nima qilmanglar, shuni yana ham ko'proq tarqataylikki, odamlar aldanib qolmasin. Shunaqangiz ifloslarga, hali Xudo xolasa, sanlar chirillab ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, Xudo xolasa Alloh seni ko'rsatadi yuzingni. Inshaalloh. Yaxshilar ko'p, Xudo xolasa to'xtashmayapti. Iltimos, imkoningiz qadar yordamingizni ayamang. Onamizning holatlarini ko'rib turibsiz. Ko'p gapirishimiz kerak yo'q. Mana holat. Bizga hozir zudlik bilan mablag' zarur. Imkoni yo'qlar o'sha iltimosimiz like bosib, yaqinlarga jo'natib, imkoningiz qadar qaysi tomondan yordam bera olasiz? Keling, musulmon odam shu holatda tursalar bu onamizga
qanday qarab turamiz? Ko'rolmayman demaylik, ko'raylik. Shukr qilamiz, tafakkur qilamiz. Yig'lamang. Bormagan yerim qamagan joyim. Toshkentga uchmadi, omonat madrasa qilishmadi. Vazirlikdan ham bo'lsam ham qilishmadi. Siz qizingiz bo'larlarmi? Necha yoshdasiz? 80ga to'lib yana 5-6 oy o'tdim. Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin. O'zi yordam bersin. 3 yildan baqam bormagan yerim, kalyamni qilmagan hokim ijtimoiy bo'limi chiqarib qolmadi. Uyg'ur Andijonga bor, Namanganga bor, Toshkentga bor. Uyimda bor narsalarimni hammasini sotdim. Shu qizim yaxshi bo'lib qolsin deb. Mol qo'yimu hamma yo'g'ini sarfladim. Endi nima qilolmasam, qo'limdan hech nima kelmayapti endi. Yoshligim bo'lsa ham bir narsa qilsam. Qaraganimda menga yomon dars bo'ldi. U kasaldan men kasal hozir. Eri yo'q. Bo'laman, chaqasi yo'q, farzandi yo'q. Yolg'iz ayol. Shunga yordam qilib, kimga yordam qilish kerak? Bolani dog'i yomon. 2 o'g'lim o'lib ketganman, savo kasallardan sizlar, jiyanlar qizlar. Uch oy turmush qilgan. O'shandan keyin sog'lig'i yomon uchun ajrashib olganman. Qarang. Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin. Duo qilib turavering. Alloh mehribon. Allah o'z shifosini bersin. Shu xayriy ihson qilganlarga ham umri uzoq bo'lsin, davlatiga davlat qo'shsin. Rizqi ulug' bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Menga qaytmasa Allohdan qaytsin o'shalarga. Allohu akbar. Shu duoingiz inshaalloh ijobat. Siz duoingiz ijobat. Shu holatda turingizni. Umralarga boryapti, hojlarga. Men o'shaga qiladigan narsamni shunga sarf qilyapman hammasini. Shunga bugun nima bo'ldi ekan? So'zisi yo katishga yozib qolmadimikin deb. Men 1.250.000 so'm pensiya olaman. Ham o'zimga ham bularga o'zim uyda katishdan xarajatdan oshmaydi. Yig'ib terib olib kelaman. Endi har 3 oyda bankaga yotish kerak. Bankaga borsangiz, mana o dorilar bor, mo'g'lar bizda yo'qmi, yozib beradi. 500 ming, 600 ming bor. O'sha har oyligimdan 200 ming, 150 ming qo'shib o'shani to'plab turaman. O'sha dorisini bankadan olib beraman. Siz shu yoshda haqiqiy otalik vazifasini qilyapsiz, qarang, shu yoshda ham. Endi ba'zi bir yoshlar bor, shu o'zini farzandlarini arzimagan ayblar bilan shu yetim qilib qo'yishyapti. Endi men qilay, farzandim, mana pushtigalarim. Orqamda qolsin, ilhomi mendan orqamda qolsin. Allohu akbar. Orqamda ketmasin. Ularning dog'i yomonja. Yaxshi bo'ladi, amaki. Xudo xolasa. Endi Xudodan umid. Albatta. Allah o'zi yo'lini ochib davom bersa istimamas. Shu yoshda Alloh taolo sinov berib sizga sinovlarga chiroyli tarzda javob berishlikni nasib qilsin. O'zi yordam, siz duo qilib turing, o'zi yordam beradi. Albatta. Kecha kunduz duodamiz o'g'lim. Ilohim sog' bo'ling. Ehson berganlar duo qildingizmi? Duo qildim, o'sha ehsoniga berganiga baraka qo'shilsin. Menga berganini 1000 barobar qilib Alloh unga qaytarsin. Allohu akbar. Musofirlarimiz va o'zimizdagi tadbirkorlar, opa-singillarimiz ham to'xtashgan yo'q. Farzand talablari bor. Hozir shu holatda sizning duoingiz ijobat. Farzand talablari bor, mahbuslar bor, bemorlar bor, musofirdagilar hammasini siz duo qilib turing namozlaringizda. Amin. Hammasini orzularini, niyatlarini Alloh bersin. Bizga bergandan ko'p barobar o'ziga qaytarsin. Bola chaqasi bunaqa darslarga chalinmasin. Doim xursand bo'lib yursin, mendaqa g'amgin bo'lib yurmasin. Allohu akbar. Mana do'stlar, duo sizlar haqqingizga. Bizga birni beribdilar, sizlarga Alloh mingni berib yursin. Salomat bo'linglar, rahmat hammalaringizga.